Metal massalar 7-1-masala. 10 litrli idishda 18,25 gram vodorod qilinadi. 3 gram vodorod va 17 gram amek 27 gradusda aralashtiriladi. Jarayon oxirida idishdagi bosim qanday bo'ladi? Demak, ushbu masalani ishlash uchun birinchi o'rinda gazlarning miqdorini yutib olamiz. Birinchi vodorod qilarik. 18,25 gram. Uni 36,5 ga bo'ladigan bo'lsak, yarim mol. Ikkinchi gaz vodorod. Bir yarim mol. Keyingi gazimiz amek. Endi bu gazlar 27 gradusda aralashtirilganda o'z-o'zidan reaksiya ketadi, vodorod qilarik bilan amek ta'sirlashadi. Ammoniyat hosil bo'ladi, reaksiya o'zi teng. Bu yerda gazlarimiz 1 molga 1 mol ta'sirlashyapti. Reaksiya miqdori kami tugaguncha ketadi. Ikkala gazdan bittasi, ya'ni vodorod qilarik 0,5 mol. Vodorod qilarik tugaguncha borgan reaksiya. Natijada amekda yarim mol sarflangan. 1 mol edi, yarim molni ayirarsak yarim mol qoldi. Idishda ikkita gaz qolgan. Bu gaz emas. Ikkita gazimiz bittasi 1,5, bittasi 0,5 mol. Qo'shadigan bo'lsak 2 molni tashkil qiladi. 2 mol gaz 27 gradusda turibdi. 10 litrli idishda. Bosimni topish kerak. Mendeleev-Klaper formulasidan foydalanamiz. Ushbu formuladan bosimni topish formulasini keltirib chiqaramiz. Bosimni topish uchun demak, sherigini pastga tushiramiz. Miqdor, universal gaz doimiysi va temperatura tepada bo'ladi. Xo'p, miqdorimiz 2 mol. Miqdor doimiga 2 yozamiz. Universal gaz doimiysi bosimni kilopaskalda topishimiz kerak. 8,31 bo'ladi. Temperatura Kelvinga o'tib olishimiz kerak. 27 ga 273 qo'shsak 300 kelvin bo'ladi. Idish hajmi 10 litr. Hop, endi 10 bilan 300 30 ga bir nisbatda. Ana endi 2 ni 831 ga ko'paytirib, 30 ga ko'paytirib 1 ga bo'lish kerak. 30 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 60. 60 ni 8,31 ga ko'paytiradigan bo'lsak 480 atrofida chiqadi. 498 ekan. 498,6. To'g'ri javob A. Domla Rashidjon, domla yaxshimisiz?